9 yoshli bola olamdan o'tib qoldi. Rassol mayitni hattoki peshin vaqtigacha ham yuvib kafanlolmabdi. Janozaga yig'ilgan ko'pgina odamlar bu holatdan sarosimaga tushibdi, xavotir olishdi-da. Rassol bir amallab ancha vaqtdan keyin mayitni yuvib kafanlabdi va odamlarning oldiga chiqibdi. Odamlar Rassoldan nimaga uzoq vaqt qolib ketganini sababini so'rashdi. Shunda Rassol har gal mayitni yuvib kafanlashga tayyorlagan paytimda bolani og'zidan qon kelaverdi. Shu sababdan men uzoq vaqt qolib ketdim deb javob berdi. Janozaga yig'ilgan odamlarning ko'pchiligi bu holatdan qo'rqibdi. Sababini izlay boshladi. Nimaga bunday bo'lganini sababini izlay boshladi. Keyinchalik bilishsaki, o'sha bolachani onasi bola bir xato ish qilib qo'ysa, onasini aytganini qilmasa, shovqin qilsa, bolasini og'zingdan qoning kelsin deb so'kar ekan. Endi men bu bilan nima demoqchiman? Bu video farzand o'stirayotgan har bitta onaga tegishli-da. Otalarga tegishli emas, onalarga tegishli. Nimagaki, ko'pgina onalar farzandini jahl ustida bilmasdan shunaqangi qarg'ab qo'yadi, shunaqangi so'kib qo'yadi-da. Og'zingdan qoning kelsin. O'lganing yaxshi edi. Senday farzandni boridan yo'g'i yaxshi edi. O'lmading ham, qutulmadim ham deb qarg'aydi. Otalar bunaqangi qarg'amaydi. Ko'pchilik onalar bilmasdan jahl ustida g'azabda qarg'ab qo'yadi. Farzandingizni kim bo'lishi sizni tilingizdan chiqayotgan gapga ham juda ko'p bog'liqda. O'shaning uchun tilingizga ehtiyot bo'ling. Farishta yomon gapga ham, yaxshi gapga ham amin deydi-da. Bitta ayol bor ekan, farzandi juda ham sho'x ekan. Juda ham shu onasini aytganini qilmasgan, gapiga kirmasganda. Onasi har doim "Men masjidga imom bo'lgir" deb so'kar ekan, baqirar ekan, gapirar ekan. Oradan yillar o'tibdi, vaqtlar o'tibdi. O'sha onasini aytganini qilmaydigan yigit, onasini gapiga kirmaydigan yigit, onasini ko'p qiynaydigan yigit o'sha masjidga imom bo'lgan ekanda. O'shaning uchun so'kayotganda, bolaga gapirayotganda, bolaga baqirayotganda ehtiyot bo'lish kerak. Tilga e'tiborli bo'lish kerak. Til suyagi yo'q-da, lekin suyaklarni sindirishga qodir.